Gaskacha miyib ayol kanat zo'migir tarafidan pastkash qilishga uchraydi. Yuvash eri bo'lsa eshik oldida xuddi ishtiqa o'xshash bog'lab qo'yilgan bo'lib, zo'migir ishini tugatgandan keyin ilojsizlikdan tipirlayotgan erning yiniga kelib, intayin ko'ranglik bilan u erning qattiq zitiga tegadi. Hamda so'mkisidan bir parcha ajrashish kelishimnomasini chiqarib, bu qog'ozga qo'l qo'yish orqali darhol ayolidan ajrashib ketib, uni o'ziga chaqar qilib berishni aytadi. Bu ojiz nomrod erning ismi Wang Yongchang bo'lib, qizini davolatish uchun kanat zo'migiri Liu Wenjiangdan yuqori o'simli qarz oladi. Bu yarim yildan beri u har qitim bularning uyiga qarz uylab kelganda Wang Yongchangning ayoliga pastkash qiladi. Wang Yongchang mu ilojsizlikdan uningga qarshi chiqishga petinolmaydi. Liu Wenjiang bu qitim kelganda tuxumi adidan ishib, ularga agar davomli qarzni qaytara olmasa, u har qitim ayolga pastkash qilganda qarz pulidan 200 yuan pulni azotib beradiganligini. Hamda Wang Yongchangning o'zining chekdan oshgan, odam qalbidan chiqqan hayvoniy qilmishiga qarshilik bildirmay, yuvashlik bilan eshik oldida ish bo'lib, uning uchun xizmat qilsa, yana 100 yuanni qo'shib azotib beradiganligini aytadi. U ayol kanat zo'migirning shunchalik qaqso'qt qilishiga uchrasimi, saqchiga ma'lum qilishga petinolmaydi. Chunki Liu Wenjiangning dadasi oddiygina bir kanat boshliqi bo'lsa-mu, lekin uning yuqori qatlamdagi parxor amaldorlar bilan quyuq aloqasi bo'lgachqa, ular saqchiga ma'lum qilish orqali bularning tuxumi tishiga tegib qilishidan ansirab, shunga un-tunsiz bo'za qilishga sukut qiladi. Liu Wenjiang bularning uydan chiqqandan keyin udulla qaytib ketmay, eshik oldida o'ltirib qilganlardan faxrlangan qiyofatda tamak chekishga boshlaydi. Qarmaqa u o'zining boya qilganlari uchun jazoga tortilishdan qilchim qo'rqmaydigandek qiladi. Chunki u Wang Yongchangni o'ziga qarshi chiqishga qat'iy petinolmaydi deb ishonadi. Wang Yongchang bo'yniga silingan zanjir qulupni ochgandan keyin kiyimlari yirtiq, yuz ko'zlari butunlay tayoq dastidan ko'k bo'lib ketgan holati chiqqan ayolining qo'l ishorasi orqali o'zining qat'iy yashog'isi yo'qligini aytayotganligiga, ayolining hammadan umid uzgan ilojsiz turqi qarab bu azobdan tuxum ichsirilib davomli bardashlik bera olmay qoladi va eshikdan itilib chiqqan peti kanat zo'migiri Liu Wenjiang bilan urushib ketadi. Wang Yongchang yuvash bo'lishdan boshqa yana tuxumi ojiz bo'lgachqa, u qandaqmi Liu Wenjiang degan zo'migirga tankilaldisin, u Liu Wenjiangni urolmayli qolmasdan yana unini qattiq tayoq yedi. Liu Wenjiang uni uribli bo'ldi qilmay o'ziga qarshi chiqishga petinganligi uchun uning beshini uzib o'tadiganligini aytib, mashina tarafga qarab maqdi. Liu Wenjiangning o'zini o'ltirib o'tadiganligini anglagan Wang Yongchang tuxumi alaqsizlashib ketadi va o'zini qo'llash uchun o'yidan bir tal to'mir qaychini qo'liga ilibla uydan itilib chiqib, mashinasidan pichoq ilishga tayyorlanayotgan Liu Wenjiangning orqasidan qapqib tutibla qo'lidagi qaychi bilan udul kelgan yerga netchini urdi. Vaqa yuz bergandan keyin jiddiy qutqulish orqali zo'migir Liu Wenjiangning hayoti saqlanib qolgan bo'lsa-mu, biroq izchil holatda hushsiz yotadi. Wang Yongchang bo'lsa saqchilarga o'zini ma'lum qilgan bo'lsa-mu, biroq qasddan odam yollandirish jinoyati bilan qo'lga ilinadi. Hashpashlikcha aradan xil vaqt o'tgan bo'lsa-mu, Wang Yongchangga aniq jinoyat bekitilib bo'la olmaydi. Chunki bu delo qonun ijrochilarining qattiq qo'lg'ulisini qo'zg'aydi. Delo mas'ul taftish amaldori Ling bu deloga yo'lliq qo'g'dinish deb qaror chiqarish taklifini beradi. Chunki kanat zo'migiri Liu Wenjiang bu bir oila kishilarga uzun mazgilli qarz to'lash bahonasi bilan zo'rlik qilib ayoliga pastkash qilish bilan yana Wang Yongchang tahdid silib qo'rqitish qilmishini sodir qilgachqa, Wang Yongchang davomli bardashlik bera olmay o'zini yo'lliq qo'g'digan, o'zi va oilasidagilarni qo'g'dash qonuniga xilof harakat emas deb qaraydi. Jihi tarmoqdagilar bo'lsa Wang Yongchang zo'migir Liu Wenjiangning jinoyat qilmishi oyoqlashgandan keyin ondan qarshi tarafga orqasidan itilib birib zo'rlik bilan uning ziyon yetkazgan. Jinoiy harakat oyoqlashib bo'lgandan keyin uning orqasidan birib yaralantirish o'zini yo'lliq qo'g'dash bo'lmasdan balki qasddan odam zaxmlantirish harakati bo'ladi deb qaror chiqardi. Taftish amaldori Ling bo'lsa qarshilik bildirib, ayni chog'dagi Wang Yongchangning qo'lidagi qaychi orqali kanat zo'migiri Liu Wenjiangni yaralantirishi dal uning o'zini o'ltirib o'tishdan oldini olish uchun yo'lliq qo'g'danganlik deb qaraydi. Jihi xodimlari bo'lsa bu fikrga qarshiligini ifodalab, ayni vaqtda naq maydon tekshirish orqali zo'migirning mashinadan olmoqchi bo'lgan pichoqni topolmaganligini, naq maydonda bunday pichoqning aslan mavjud emasligini, buning faqat Wang Yongchangning o'zini aqlash, jinoyatini yengillatish uchun yolg'on guvohlik berganligidek mumkinchiligi borligini aytadi. Shunday qilib ikki taraf o'rtaq birlik kelolmay, ashu aytilayotgan jinoyat pichoqini topgandan keyin andin hukm chiqarmoqchi bo'ladi. Yana bir tarafda xil vaqt o'tgan bo'lsa-mu, bu deloga hukm chiqmaganligini ko'rgan zo'migir Liu Wenjiangning dadasi o'g'lining baldura qisasini elish uchun nechiqdim kanatdagilarni tashkillab qo'lg'ul qiladi. Delog mas'ul taftish Ling hozirgi faktlarga asosan Wang Yongchangga jinoyat bekitib chiqsa bo'ladi. Lekin u odillik va haqqoniyat uchun bunday qilishni xohlamaydi. Shunga u guruhidagilar bilan ashu pichoqni tepib chiqish fikrida chong turadi. Lingning boshlig'i bo'lsa har tarafdan kelayotgan bisim va uning jahilligiga chidab bo'lolmay bu deloni taftish Xanmingga topshirib, Lingni bo'lsa uningga yordamlashga o'rlashtirdi. Qarmoqqa boshliq Xanmingning qo'li orqali bu deloni tezroq oyoqlashtirishni o'ylayotgandek qiladi. Idorada yaqin suvdek tinch yurayotgan Xanming bu deloni o'ziga nisbatan bir qitimli qiyin sinoq va o'zini namoyon qilish fursati deb o'ylaydi. Bu deloning oxiri zodi qanaq bo'lgandi. Bu aqlanib chiqa olamdi. Filmning davomi qiziqsangiz filmga yurak berayotgandan keyin Ifar TV saloniga 25 raqamini yo'llab ko'ring. Gaskacha ayol binoning o'g'ziga chiqib olib, o'zining o'limi orqali qizi va yo'ldoshining hayotini qutqizib qolmoqchi bo'ladi. Chunki zo'migirlar uning qizini tutqun qilib olib, davomli uningga tahdid soladi. Saqchilar bo'lsa bu ayolga nasihat qilib, u jinoyatchilarning hamon qonun to'ridan qochib qutula olmaydiganligini tushundirsa-mu, ayol yanala o'zining o'limi orqali qizini qutqizishni tanlaydi. Garchi bu ayolning tanlashi sal aqlga sig'masmi, biroq bir oddiy ojiz ayol bo'lish sifati bilan qandaqmi mushtumzor kanat zo'migirlarga davomli o'zi yolg'iz taqobil turarsin. Uning xiyolida faqat u o'zla, ondan hamma ishlar oyoqlashadi. Ondan uning qizimi bexatar bo'ladi. Bu
ayolning o'zini o'ldirib olish yo'lini tanlashidan uning naqadar ilojsiz va umidsiz, yordamsiz holatga tushib qolganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. U boshqalarning o'ziga yordam qilib, eri va qizini qutqizib chiqishiga, o'zi uchun adolatga erishib, mushtumzorlarning tegishli jazo uchraydiganligiga qat'iy ishonch qolmaydi. Baxtga yarasha necha soatlik jiddiy qutqizish orqali u ayolning hayoti saqlanib qoladi va o'zini o'ldirib olishni tanlashi orqali qonun organlarining tuxumi diqqat e'tiborini qo'zg'aydi. Shuning bilan bu ayolga asirdan tahdid solib qizini tutqun qilib olgan kanat boshlig'i qizini qo'yib beradi. Shuning bilan birga bu ayolning o'limdan qo'rqmasligi aslidagi hamma ishlarni yoshirgan guvohchini ta'sirlantirib, uning yordam ostida jinoyatchi qasddan yoshirib qo'ygan muhim yip uchi hisoblanadigan iliqi pichoq tepiladi. Bu pichoq dal Wang Yongchangning o'zini aqlab chiqishidagi muhim yip uchi edi. Agar bu pichoq tepilmagan bo'lsa, Wang Yongchangning o'zini yo'lga qo'g'dash uchun kanat zo'mgiri Liu Wenjangni yarlantirib o'ldirib qo'yganligi paksiz bo'lib chiqadi. Biroq pichoq tepilgan bo'lsa-mu, yana Wang Yongchangni aqlab erkinlik chiqarish tas edi. Yordamchi taftish amaldori Ling Ling bosh mas'ul Xanmingga bir ananing qanday ahvolda qarg'uchisi yo'q ahvoldagi 5 yoshli miyib qizini va turmadagi yo'ldoshini yolg'iz qoldirib o'lim yo'lini tanlashining naqadar taslikini, odatdagi azob oqibatlarining bir anini bunda qaror chiqarishga majbur qila olmaydiganligini, faqatla u hammadan oxirgi kichkina umid yolqinini ko'rolmagan ahvolda andan mushu qarorga keladiganligini, ilojsizlik va umidsizlikning insonni butunlay tugashtirib o'tadiganligini, agar mushu bir ojiz onaga yordam qila olmasa, o'zlarining uchidagi bu formasiga qat'iy yuz kelolmaydiganligini aytib, Xanmingni yana bir qitim uyg'otdi. Yaqinda Xanmingning oilasida mushu o'xshash ish yuz bergan bo'lib, o'g'li maktabda yong'anda bir to'p zo'miganlar tarafidan tayoq yedi. Bularni kuch ko'tganlar dal o'g'li do'stini qutqizish uchun yorlantirib qo'ygan savodishining boshliq dadisi. Biroq Xanming ayol u boshliqni tepib paranglashganda, u qat'iy o'g'li va o'zining qilganlarini e'tirof qilmaydi. Adolatsizlikka chidab tura olmagan Xanmingning ayoli o'zini bisib olmay ko'z oldidagi yolg'onchi boshliqqa itilib boradi. Hamda ehtiyotsizlikdan qarshi taraf yiqilib tushib, qo'li yengil yorlanadi. Bu boshliq orqadan dilo ma'lum qilib, Xanmingning ayolini qasdan odam yorlantirgan deb arz qilgachqa, ayoli qamoqxonada 7 kun tutib turishga buyuriladi. Apsini tutib turish o'rniga ilib menvatqa yo'l ustida Xanmingning o'g'li dadisiga o'zining maktab zo'migarini to'sib savodishini qutqizganligining nar xato ekanligini, agar u savodishiga yordam qilmagan bo'lsa, buncha ko'p ishlarning yuz bermaydiganligini aytadi. O'g'lining bu so'zlarini anglab, uning haqiqatan xato qilmaganligini, ko'z oldidagi o'g'li adolat uchun xato qilmagan yerda Wang Yongchangning oilasidagilarni qo'g'dab qilish uchun jinoyat yo'liga minib qolganligini aqlab chiqishi zarurligini tushunib yetadi. Wang Yongchangning xatoligi zodi qayerda? U faqat oilasini qo'g'dash uchun shunday qilgan emasmi? Bu kuni qonun tarmoqlari Wang Yongchangning delosi ustida oshkor muhokama yig'in ochgan bo'lib, Wang Yongchang ustida oxirgi qaror chiqarmoqchi bo'ldi. Ko'p qismdagilar bu deloga nisbatan qasddan odam o'ldirish jinoyati deb hukm chiqaradi. Deloga bosh mas'ul Xanming bo'lsa, hech kim o'ylamagan yerdan dal aksi qarorni o'tirib qo'ydi. Xanming bo'lsa, Wang Yongchangning qonun belgilamining nizomnosiga asosan o'zini yo'lga qo'g'dash deb qaror chiqardi va uni gunohsiz deydi. Bu so'zlarni anglagan ko'pchilikning hammasi hayronligida bir-biriga qarashib qoladi. Xanmingning boshlig'i Miqdak uning ko'ziga qadilib tursa-mu, u yana o'z ko'z qarashini o'tirib qo'yib so'zini boshlaydi. Xanmingning tafsiliy ko'z qarashlarini anglagandan keyin ko'pchilikning hammasi uningga ish-ishidan qoyil bo'lib chavoq chelishidi. Shunday qilib Wang Yongchang qonun belgilamalariga asosan bo'za qilish kuchtirganda o'zini yo'lga qo'g'digan deb qaralib, o'lim jazosi bekor qilinadi va hech qanday qonuniy mas'uliyati surishti qilinmaydi. Shunday qilib filmning davomida Xanming o'ngishli holda Wang Yongchangni gunohsiz deb aqlab chiqib, uni erkinlikka erishtirdi. Shuning bilan Wang Yongchang bir oylik ishlari qaytadan jam bo'lib xushallik cho'midi. Filmning davomi qiziqsangiz, filmga yurak berayotgandan keyin Ifat TV saloniga 25 raqamini yo'llab ko'ring.